Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Keyingi kasalligimiz zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiya. Bu kasallik asosan markaziy nerv sistemasi demonizatsiyasi bilan kechuvchi zo'rayib boruvchi og'ir kasallikdir. Zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiya deyarli har doim immunodefitsit holatlarida uchraydigan, to'xtovsiz rivojlanib boradigan va bir necha oy ichida og'ir nogironlik bilan tugalanadigan kasallikdir. Bu kasallik asosan organizmda avval mavjud bo'lgan virusning ma'lum muddat o'tgach qayta faollashuvi sababli rivojlanadi. Bu kasallik asosan katta va keksa yoshdagilarda kasallanadi. Bolalik va o'smirlikda juda kam uchraydi. Kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar: birinchisi oidis virusi. Oidis virusi bilan kasallangan bemorlar, ya'ni ortilgan immunitet tanqisligi kasallik hisoblanadi. Bu kasallik natijasida odam organizmida immunitet sustlashadi. O'sha natijasida bu kasallikni, ya'ni zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiyani rivojlanishiga turtki bo'ladi. Bundan tashqari surunkali limfadikoz va limfosarkomalar ham yetakchi o'rin egallaydi. Bundan tashqari asosan turli to'qima a'zolarni ko'chirib o'tkazganda ham rivojlanishi mumkin. Yana shuni ham ma'lum qilamizki, og'ir autoimmun yog'lanish kasalliklar, kollagenozlar va onkologik kasalliklarda, xavfli o'smalarda immunosupressiv terapiya natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiyani patmorfologiyasiga keladigan bo'lsak, bundan asosan miyelin pardaning diffuziv yemirilishi sababli bosh miyaning oq moddasida juda katta, ya'ni juda ko'p multifaktor o'choqlar paydo bo'ladi. Xuddi shunday jarayon miya ustuni va miyachada ham ro'y beradi. Demonizatsiya jarayoni oligodendrotsitlarning ko'p miqdorda chirib halok bo'lishi bilan bog'liq. Astrositlar kam miqdorda zararlanadi. Neyron tanalari va aksional silindr zararlanmaydi. Zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiyada demonizatsiya asosan subkortikal sohadan boshlansa, tarqoq sklerozda esa jarayon ko'pincha miyaning chuqur tuzilmalarida boshlanadi. O'tkir yoki nimo'tkir ensefalopatiyalarda farqli o'laroq zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiyada yaralanish kuzatilmaydi. Ya'ni yaralanish reaksiyalari kuzatilmaydi, bo'lmaydi. Klinikasiga o'tadigan bo'lsak, klinikasi asosan kasallik klinik belgilari bir necha hafta ichida rivojlanadi. Klinik simptomlari psixopatologik, neyropsixologik va nevrologik simptomlar natijasida iborat bo'lib, bular asosan deyarli parallel tarzda boshlanadi. Bemorning xulq atvori keskin o'zgara boshlaydi. Bunda euforiya, disforiya va yengil yelpi zaharlashishlar, yoshga mos kelmaydigan qiqlar paydo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, bemorning shaxsi parchalanadi, ya'ni depersonalizatsiya rivojlanadi. Bemorning uyqusi buziladi, ya'ni u insondan aziyat chekadi, ya'ni uyqusizlikdan aziyat chekadi. Assotsiatsiv yo'llar demonizatsiyasi sababli neyropsixologik buzilishlar, ya'ni afaziya, agnoziya va apraksiya yuzaga keladi. Xotira keskin buzila boshlaydi. Chakka va ensa bo'lagidan o'tuvchi yo'llar demonizatsiyasi sababli gimanopsiya va amavroz rivojlanadi. Zo'rayib boruvchi multifaktorlik ensefalopatiya uchun zo'rayib boruvchi markaziy gimi va tetraparazlar xos. Ular biroz asimetrik tarzda namoyon bo'ladi. Chunki bosh miyaning demonizatsiyasi ham biroz asimetrik tarzda kechadi. Undan tashqari piramidal simptomlar paydo bo'lishi, albatta bosh miyaning reaksion yo'llari, ya'ni kortikospinal yo'llar demonizatsiyasi bilan bog'liq. Kortikonuklear yo'llarning ikki tomonlama demonizatsiyasi sababli pseudobulbar flagiklar, ya'ni dizartriya, disfoniya, disfagiya vujudga keladi. Miyacha va miya ustunining o'tkazuvchi yo'llari zararlanishi sababli ataksiya va kronopatiyalar rivojlanadi. Biroq ular yengil darajali ifodalangan bo'lishi mumkin. Orqa miya zararlanmaydi. Bosh miyada boshlangan patologik jarayon ungacha yetib bormasdan bemor halok bo'ladi. Ya'ni orqa miya zararlanishga ulgurmaydi. Ba'zida esa epileptik xurujlar yuzaga kelishi mumkin. Keyingi kechishi bundan asosan bosh miyadagi multifaktor o'choqlar ko'paygan va kattalashgan sayin barcha serebral simptomlar psixopatologik, neyropsixologik va nevrologik simptomlar zo'rayib boradi. Kasallikning so'nggi bosqichlarida chuqur demensiya
psixoz, total afaziya, agnoziya, amoroz, tetraplegiya va pseudobulbar faljliklar rivojlanib, bemor to'shakka mixlanib qoladi. Nafas olishning markaziy tipda buzilishi sababli bemorni sun'iy nafas oldirish sistemasiga o'tkazish to'g'ri keladi. Kasallik zo'rayib boradi. Remissiya deyarli kuzatilmaydi. Xo'p, surunkali zo'rayib boruvchi multifokal leukoensefalopatiyada dastlabki belgilar boshlangandan 6-12 oy o'tmasdan bemor halok bo'ladi. Ba'zan kasallik 3 oy davom etib, bemorning o'limi bilan tugallansa, ba'zida esa 24 oygacha cho'zilishi mumkin. Xo'p, eslatib o'tamiz, zo'rayib boruvchi multifokal leukoensefalopatiyada immun infeksion belgilar, meningal simptomlar va intrakrandial gipertenziya kuzatilmaydi. MRTda esa ba'zi virusli infeksiyalarga xos yallig'lanish reaksiyalari aniqlanmaydi. Xo'p, tashxis qo'yishda bir necha narsalarga e'tibor beramiz. Bundan tashqari, ularga birinchisi immunodefitsit holatlar, oitis yoki autoimmun kasalliklar mavjudligi. Keyingisi katta va keksa yoshdagilarda, kam holatda yoshlarda boshlanishi. Keyingisi zo'rayib boruvchi psixopatologik psixozlar, neyropsixologik afaziya, agnoziya, apraksiya, demensiya va neurolog gimi va tetrapazlar, pseudobulbar faljliklar, ataksiya, amoroz buzilishlari yuzaga keladi. Bundan tashqari, MRT tekshiruvlarda bosh miyada difus va multifokal o'choqlar aniqlanishi va yog'lanish reaksiyalari bo'lmasligi mumkin. Xo'p, bundan tashqari, bosh miya biopsiyasida JS, ya'ni virusi aniqlanishi, og'ir ketishi va deyarli remissiyasiz zo'rayib borishi. Xo'p, keyingisi og'ir va nogironlik va o'limning 3-6 oy, kam holada 12-24 oy ichida rivojlanishi. Mana shu belgilar tashxis qo'yishda asosiy hisoblanadi. Davolashga keladigan bo'lsak, davolash samarali davolash usullari ishlab chiqilmagan. Ya'ni asosan simptomatik davolash mavjulari qo'llaniladi. Psixopatolog buzilishlarni pasaytirish uchun atipik neuroliptiklar, olanzapin, risperidon, neyropsixolog va neurolog buzilishlarni korreksiya qilish uchun neurometaboliklar, ya'ni stilin sostavli preparatlar qo'llaniladi. Shuningdek, galantamin, nivalin, neramidin, midazolam, lecitin, glutamin kislotasi, tarkibida magniy, kalsiy va yod preparatlari hamda umumiy quvvatni oshiruvchi dorilar qo'llaniladi. Agar bemor sitostatiklardan qabul qilayotgan bo'lsa, ular to'xtatiladi. Ya'ni o'sha kasallik aniqlangandan keyin to'xtatiladi. Prognozi o'ta og'ir. Kasallik rivojlangandan so'ng bemor 1-2 yil yashashi mumkin. Xo'p, shu bilan bu mavzumiz to'xtadi. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha